ichkari ham sovuq, tashqari ham sovuq. Buncha sovuq bo'lmasa. Hayot juda qiyin bo'lib ketdi-da. Zamon og'ir. Bugun oxirgi chaqimga farzandlarim uchun yemak olib keldim. Ertaga nima qilaman? Odamlar bir burda non topish uchun nimalar qilishyapti-ya? Tavba. Uyimning ahvoli bu. Qachon ta'mirlayman? Farzandlarimning bo'yi yetib turibdi, to'y qilishim kerak. Ustiga ustak kecha yoqqan yomg'ir uyimizni shalabbo qilib tashladi, mana devorlarni nurab ketdi. Nima qilaman? Ayolim ham tinmay javraydi. Nima qilishim kerak? Boshim qotdi. Qaniydi men ham odamlarga o'xshab to'kin sochin yashasam. Baxtli yashayotganlar bor-ku. Yegani oldida, yemagani ortida. Men-chi? Nima? Allohga yoqmagan joyim bormiki, bunday yashayman? Nima aybim o'qimaganimmi? O'qimaganlar ham yaxshi yashashyapti-ku. Birodar. Hoy birodar. Kimsiz? Kim u? Mendan nima istaysiz? Tanimayapman sizni. Nimaga buncha nolinasiz? Nima, ko'zlaringiz ko'rmaydimi? Oyoqlaringiz yurmaydimi? Yoki nafas olmayapsizmi? Yoki yuragingiz urmayaptimi? Nima uchun buncha nolinasiz birodar? Allohga shukr qiling. Allohning bergan har bir kuniga shukr qiling. Bilasizmi, bu hayotda oyoqlari yo'qlar bor. Ko'zlari ko'rmaydigan va quloqlari eshitmaydigan, bu dunyoni his qilmaydigan insonlar bor. Ular ham yashashyapti. Birodar, siz dunyodagi eng katta ne'mat ustidasiz. Alloh sizga shunday ne'matlar berganki, hattoki ularni sanab sanog'iga yetolmaysiz birodar. Shukr qiling. Nima, ustingizda imoratingiz yo'qmi? Yoki farzandlaringiz yo'qmi? Yoki ayolingiz, yoki yaqinlaringiz yo'qmi? Alloh sizga shunchalar ne'mat bergan. Har bir kuniga shukr qiling birodar. Noumid shayton dedilar. Allohdan umid qilish kerak. Shukr qiling. Hali hammasi yaxshi bo'ladi.